Bismillah, alhamdulillah. Or ravzaga kirasizlar, iloji bo'lsa bosh qatorda kecha o'rgatganimdekki o'sha yerda namoz o'qiysizlar. 2 rakat iloji bo'lsa mana hozir tahajjud vaqti, tahajjud namozini o'qib chiqinglar. O'sha minbarlari bilan uylarini to'g'risida 2 rakat Xudo xolasa yo nafil xolasanglar tahajjud namozini o'qib chiqasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan narsa so'ramaysizlar. Faqat salovat aytasizlar. So'rasanglar xolis Allohdan so'raysizlar. Bandasidan so'rash mumkin emas. Shuni oldinglarmi? Borib olib bu narsani muqaddas sanab silab, sepab, unaqa narsalar mumkin emas. Kirasizlar, salovat aytasizlar, xolis Allohdan so'raydigan mushkulinglar bo'lsa, Allohdan so'raysizlar. Boshqa narsa mumkin emas. Kelishdikmi? Xolasangiz o'qivering. Askar sizni haydamaguncha o'qivering. Qo'lingizga telefon olishingiz bilan askar sizni haydab yuboradi shundoq. Ogohlantirib qo'yaman. Kim qo'liga telefon olib, videoga olishni boshlasa, askar shuni olib chiqib tashlaydi. O'tki ibodat uchun kirsangiz, sizga askar ham tegmaydi. 2 rakat tahajjudni o'qib, ketidan nafil namozlarni o'qib ketavering, o'shanda sizga tegmaydi. Bekorchilikni hamma joy tomosha qilib o'tirsangiz, askar chiqarib yuboradi tez. O'shaning uchun ibodatda bardavom bo'lsangiz, askarlar ham indamaydi. Kelishdikmi?